Asırlar bilan saqlangan o'zimizning urf-odatlarimizni bugungi kunga qadar o'z xalqimizdan ko'ngildan yo'qotmacha o'zimizning xalqni birlashtiruv bu mening tut maqsadim ham o'zimning yoshlarimga, umuman yoshlarga aytasim kelar. Biz bir xalq, biz birdam xalq. Bu konsertda Şamda bilan Qozonda bek ko'p do'stlarim yildan-yil ortib kelgan ham endi bugungi kunda bek aktual bo'lgan internet shiftlarida ol blogerlar deb ataladi. Qiziq, maziq bu bloger Ilnaz Hamida rahmatga Mening konsertlarda umuman eng zo'r maqsad shu xalqqa xizmat etib, birlashtiruv, o'zimizning xalq bilan birga bo'lib. Biz birdan xalq, biz bir millat. Shunga ko'ra biz bo'ldiramiz.